Assalomu alaykum do'stlar, hormanglar, yaxshimisizlar, tuzimsizlar, charchamayapsizlarmi? Va nihoyat biza bugun aynan noldan boshlab tradingni qanaqa boshlasak bo'ladi degan mavzularimizdan birini va nihoyat olishni boshlaymiz. Bu darsimiz aynan kimlar uchun? Trading sohasini hali bilmaydi va qanaqa qilib qadam bosishni bilmaydi va aynan mana shu mavzularimizni ichida shunaqangi qiziq narsalarni olib chiqqanmizki, buni ichida boshlang'ich treyderlar uchun eng ko'p beriladigan savollar bo'ladimi? Nimadan boshlasam bo'ladi? Nech pul kerak? Trading o'zi nima? Nimalarga ko'proq e'tibor berishim kerak deydigan barcha savollarga javob oladi aynan mana shu darsda. Shunaqangi qiziq dars bo'ladi. Oxirigacha ko'radigan bo'lsanglar, haqiqatan maza qilib ko'rasizlar va oxirida shunaqangi zo'r bonuslar ham berib o'tiladi. Xo'p, bo'lmasam sekin darsimizni boshlaymiz do'stlar. Bu videoda biz nimalarni o'rganamiz? Trading o'zi nima? Va undan tashqari moliyaviy bozorlari, ketma-ketliklarni, forex bozorlari, fond bozorlari, kriptovalyuta bozorlari, tovar va xomashyo bozorlari, obligatsiya bozorlarini o'rganib chiqamiz. Qanaqa bo'ladi, qaysi bozorda biz savdo qilishimiz kerak va shunga o'xshagan narsalarga, savollarga javob olamiz. Va eng ko'p beriladigan savollardan tradingda o'zi qancha daromad qilsa bo'ladi degan savollarga javob olamiz. Ya'ni o'zi bilasizlar, eng qiziq bo'ladigan savollardan bittasi tradingda qancha daromad qilsam bo'ladi? Nech pul solsam, nech pulgacha men daromad qilishim mumkin? Nech pul bilan boshlash kerak va nimalarga e'tibor berish kerak deydigan savollarimizga ketma-ketliklar bo'yicha javob olishni boshlaymiz. Videoni oxirigacha ko'rganlar uchun maxsus sovg'a mavjud. Shunaqangi zo'r narsalarni tayyorlaganmiz. Mana o'tgan vebinarimizda e'tibor bergan bo'lsanglar, shunaqangi ko'p insonlar savdo qildi, shunaqangi ko'p insonlarga juda ham manfaatli bo'ladigan darsliklarni tayyorlab berdim va ularning ichida babu ko'plar nimani so'radi? Hali bizni bilmaymiz, nimalarga e'tibor berishimiz kerak va eng ko'p beriladigan savollarga javob beriladigan holatlari bo'ldi va buni ichida hozir bu darslik ichida oxirigacha ko'rganlar uchun maxsus sovg'ani tayyorlab qo'yganmiz do'stlar. Qanaqa bonuslar, ya'ni qanaqa sovg'a deydigan bo'lsanglar, tradingdagi aktual mavzular, eng ko'p beriladigan savollar va eng qiziqarli va hamma berilayotgan savollarga ochiq oydin bu yoqda javob berilgan. Shunaqangi qiziq mavzularni olib chiqilgan, o'zingiz ko'rasiz oxirigacha qatnashadigan bo'lsangiz. Ana endi kelinglar do'stlar, o'zim haqimda qisqacha ma'lumot berib ketaman. Ismim Jasur, familiyam Kalonov, MG kompaniyasining asoschisi hisoblanaman. Aynan mana shu trading sohasiga 2015-yilda qadam bosganman, lekin o'qituvchilik, ya'ni o'qituvchilik holatiga 2020-yildan boshlab qadam bosganman. Hozirgi kunda aynan mana shu trading sohasida почти 2000 ga yaqin insonlarni moliyaviy erkinlikka sari qadam bosishlariga yordam berib kelyapman. 2015-yilda men trading men uchun shunchaki grafik emas, tajriba yo'li bo'lishni boshlagan. Ushbu yillar davomida o'z savdo tizimimni tuzdim va ko'p insonlar bilan ulashib keldim. Bekitmagan holatda ochiq-oydin ko'rsatib berib, YouTube platformalarida vebinarlar, onlayn darslar, seminarlar, 500 kishiga, 2000 kishiga seminarlar, undan tashqari mana yaqin kunda katta webinar qildim. Почти 10,000 kishiga aynan mana shu trading bo'yicha juda ham qimmatli ma'lumotlarni ulashib bordim va undan keyin ham ulashib boraman, bekitilmagan holatda, ochiq-oydin qilgan holatda. Noldan tradingni qanaqa boshlash kerak? 2026-yilda to'liq yo'l xaritasi. Kelinglar, sekin darsimizni boshlaymiz. Trading o'zi nima? Trading nima? Trading bu bozordan 10,000 so'mga olgan mahsulotingizni 12,000 so'mga sotsangiz foyda qilasiz. Trading ham shunga o'xshaydi. Faqat mahsulot o'rniga valyuta, oltin yoki aksiyalar sotiladi. Kelinglar, men sizlarga oddiyroq va soddaroq tilda tushuntirib beraman. Faraz qilinglar, mana shu iPhone 17 Pro Max. Bu birinchi chiqqan paytda, bilasizlar, misol uchun o'zimizning O'zbekistondagi juda ham ko'p insonlar Dubayga borishadi yoki har xil davlatlarga borib, mana shu iPhone telefonni xarid qilishadi. iPhone telefonni ofitsialniy iPhone do'konida buni narxi $1200 bo'ladigan bo'lsa, ofitsialniy do'konning ichida. Buni O'zbekistonga kelganda 1800, 2000, 2500 ga sotadigan holatlar ham bo'linadi birinchi kelgan paytda. Bu yoqda nima qilishyapti? O'sha insonlar ham trading qilishyapti. Ya'ni bu narsani mahsulotni arzonga olishyapti-da, oradan vaqt o'tib, qaysi joyda, qanaqa momentda qimmatroqqa sotishib bo'lib, o'sha narsani qimmatroqqa sotishyapti.
$1200 olinyapti, minimal holatda 1,5 mingga sotilyapti. Sof foydamiz necha pul bo'lyapti? $300 bo'lyapti. Bu narsani faqatgina yugur qilgan holatda qilyapti. Lekin bu trading sohasida, ya'ni biza o'rganadigan holatimizda bizni yugur qilmaymiz. Bizda hammasi onlayn tarzda bo'ladi. Biza mahsulotni onlayn tarzda olamiz va onlayn tarzda sotamiz. Faqatgina qaysi momentda olishni va qaysi momentda sotishni biza bilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni oddiyroq va soddaroq tilda tushuntirib beradigan bo'lsam. Moliya bozorlari bu jismoniy shaxslar, kompaniyalar, banklar va davlatlar o'rtasidagi pul hamda moliyaviy aktivlar sotib olinadigan va sotiladigan global tizimdir. Ushbu bozorlarda valyutalar, aksiyalar, obligatsiyalar, qimmatbaho metallar, energetika resurslari, qishloq xo'jalik mahsuloti, kriptovalyutalar kabi ko'plab aktivlar muomalada bo'ladi. Kelinglar, aynan mana shuni moliyaviy bozorlarni, ya'ni o'zimizni oddiyroq va soddaroq tilda tushuntirib berishga harakat qilaman. Mana bu moliyaviy bozorda trading ichiga kiradigan bo'lsangiz, yo'nalishlari bor. Kriptovalyuta yo'nalishlari bor, forex yo'nalishlari bor, ya'ni valyutalar aro ishlaydigan, aksiya yo'nalishlari bor, xom ashyo yo'nalishi bor, bond bor, futureslar bor, ya'ni har xil yo'nalishlar bor. Qaraydigan bo'lsangiz. Bu ham mana o'zimizni hayotdan oladigan bo'lsak, bozorga kiradigan bo'lsak, har xil rastalar bor. Sabzavotlar rastasi bor, undan tashqari go'sht mahsulotlari sotiladigan joylari bor, guruch mahsulotlari sotiladigan joylari bor, yoki meva-cheva sotiladigan mahsulotlar joylari bor. Ya'ni hammasini joyi har xil, hammasini yo'nalishi har xil. Siz misol uchun sizga go'sht kerak bo'ladigan bo'lsa, chaqchuq sotadigan joyga borib go'sht so'ramaysiz, to'g'rimi? Xuddi shunaqa narsa. Bu bozorda ham, moliyaviy bozorlarning ham o'zining yo'nalishlari bor. Siz faqatgina qaysi yo'nalishda kirib savdo qilishni o'zingiz tanlab olishingiz kerak bo'ladi. Dunyo moliya bozorlarida har kuni trillionlab dollar miqdorida bitimlar amalga oshiriladi. Bu moliya bozorlarida dunyodagi eng yirik, eng likvid bozorlar qatoriga kiradi. Shu sababli ularni chuqur o'rganish nafaqat treyderlar, balki investorlar va moliyaviy savodxonligini oshirmoqchi bo'lgan har bir inson uchun juda katta ahamiyatga ega. Tradingda tizim bu bir maqsad, barqaror foyda olish uchun birgalikda ishlaydigan treyderning o'zaro bog'liq qoidalari, vositalari va harakatlarini to'plamidir. Bu bozorga keladigan bo'lsak, bu bozorda shunaqangi chuqur mahsulotlar, chuqur ma'lumotlar borki, qancha ko'p o'rganadigan bo'lsangiz, shuncha maza qilasiz bu sohada. Ya'ni oxiri yo'q bo'ladigan sohalardan biri hisoblanadi. Bu sohada siz faqatgina sotib oldim, sotib yubordim degan narsani emas. Bu sohada siz o'zingizni aynan mana shu butun dunyo bo'yicha bo'layotgan hodisalar, ya'ni miya rivojlanishlari, logikalarni zo'r ishlatishlarini va eslab qolish holatlarini va har bitta bitim ochilayotgan momentni analizlar qilishni. Ya'ni bu o'zimizda yashayotgan hayotimiz uchun ham juda ham kerakli bo'ladigan soha hisoblanadi. Ya'ni muammo bo'lib qoladigan bo'lsa, qanaqa chiqib ketish yo'llarida yoki qanaqadir nimadir ish boshlamoqchi bo'lganda nima qilib boshlasa bo'ladi degan holatlarda strategiyalarni tuzishlarni va biznes planlarni tuzishlarni yana ham osonroq o'rganib olasizlar aynan mana shu sohani orqasidan. Ana endi kelinglar, birinchi bozorlardan boshlaymiz. Birinchi bozorimiz bu forex, foreign exchange. Exchange deganda valyutalar almashuvi. Bu dunyodagi eng yirik va eng likvid moliya bozori bo'lib, ular turli davlatlarda valyuta o'zaro ayirboslanadi. Ushbu bozorlar banklar, yirik moliyaviy institutlar, kompaniyalar, investitsiya fondlari, hukumatlar va millionlab treyderlar ishtirok etadi. Ya'ni valyutalar orqali ishlash hisoblanadi. Kelinglar, mana shu valyutalar orqali ishlashni oddiyroq va soddaroq tilda o'zimizning tilda tushuntirib berishga harakat qilaman. Mana bizning O'zbekistonda eng mashhur bo'lgan valyutalardan biri bu dollar. Buni juda ham yaxshi bilasizlar. Endi faraz qilinglar, dollar 2012-yilda olaylik, dollarning kursi, misol uchun, 5000 so'm deylik. 5000 so'm, ya'ni 100 dollar oladigan bo'lsangiz, 500 ming so'm. Faraz qilinglar, sizlar investitsiya sifatida 500 dollar yoki 1000 dollarni sizlar nima qilib qo'ydinglar? 1000 dollarni olib qo'ydinglar, oradan vaqt o'tdi.
va hozirgi kunga keladigan bo'lsak, o'sha 500 ming so'mlik dollar, o'sha paytda 500 ming so'mga olgansizlar, 100 dollarni hozirgi kunga kelganda buni narxi 12 ming so'mga ko'tarildi. Ya'ni 1 million 200 ga ko'tarildi. O'rtadagi sof foydamiz necha pul bo'lyapti? 700 ming so'm bo'lyapti. Ya'ni bizni sabr qilganligimiz hisobiga va har xil analizlarimiz hisobiga biz o'rtada nima qildik? Pul ishladik. Nima orqali pul ishladik? Valyuta orqali pul ishladik. Forex bozori men eng katta upor beradigan bozorlardan biri hisoblanadi. Aynan mana shu Forex bozori. Forex bozori haftaning 5 kuni, sutkaning 24 soat davomida faoliyat yuritadi. Savdolar dunyoning yirik moliyaviy markazlari Sidney, Tokio, London, New York sessiyalari orqali uzluksiz davom etadi. Shu sababli treyderlar o'zlariga qulay vaqtda savdo qilish imkoniyatiga ega hisoblanadi. Ana endi kelaylik mana shu bozor bo'yicha ma'lumotlarni yana ham chuqurlashtirishga harakat qilamiz. O'z vaqtimiz chegaralangan, o'shani hisobiga batafsil to'liq ma'lumotni bera olmayman, lekin iloji boricha tezroq yetkazib berishga harakat qilaman. Forex bozori yo'nalishlari 3 xil yo'nalish bor. Major, minor, exotic yo'nalishlari bor. Major deganda o'zi asosiy degani. Bu degani dollar qatnashgan para. Valyutalarda har doim paralar bo'ladi. Ya'ni yevro, dollar, mana shu ikkita para yoki funt, dollar yoki Avstraliya dollari, dollar, ya'ni ikkita para bo'ladi. Birinchi asosiy major, ya'ni dollar qatnashgan para, ikkinchisi minor, dunyodagi dollardan keyingi bo'ladigan juda ham mashhur bo'lgan paralar. Bularning ichiga funt, yevro, Novozelandskiy dollar, Avstraliya dollari, Shvetsariya franki, Yaponiya yenasi va hokazolar kiradi. Va uchinchisi exotic deganda endi rivojlanayotgan valyutalar. Buning ichiga O'zbekiston so'mmasi ham kirib o'tib ketadi. Forex bozorida valyuta juftliklarda sotiladi va sotib olinadi. Masalan, yevro dollari, funt dollari, dollar yenani yoki Avstraliya dollarini. Faraz qilaylik, kelaylik, men sizlarga mana shu narsani primer qilib tushuntirib beraman. Mana bu grafik. Birinchi navbatda mana tushunishinglar uchun O'zbekiston so'mmasini ochaman. UZD mana. Grafik aldamasdan haqiqatlarni aytib keladi bizga. Mana hozir qaranglar, boyagi holatda mana 2012-yilda mana bu yerda pastda ko'rayotgan bo'lsangiz yili bor. Mana 2012-yil emasmi? 2017-yilda 100 dollar narxi 4134 bo'lgan ekan. Ya'ni 413 ming so'm bo'lgan ekan 100 dollar. 1 dollar narxi 4134 bo'lgan ekan. Hozirgi kunda 1 dollar narxi O'zbekistonda kurs bo'yicha 11990. Bu yerda valyutalarni ko'rayotgan bo'lsangiz, birinchi dollar, keyin O'zbekiston so'mi. Grafikka qaraydigan bo'lsak, bizda dollar holati faqatgina ko'tarilyapti. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, faqatgina ko'tarilyapti. Nimaga? Birinchi valyuta chunki dollar turayotganligini hisobiga. Ana endi yevro dollari olamizmi, boshqa valyutalarni oladigan bo'lsak, mana dollar frank, ya'ni dollar shvetsarskiy frank. Hozirgi kunda qaraydigan bo'lsak, dollarni divijeniyasi, ya'ni dollar harakatlari ko'tarilyapti. Nimani hisobiga ko'tarilyapti deydigan bo'lsak, bu yerda e'tibor berayotgan bo'lsanglar, oddiy omil. Amerikaga mana analizda bu ham Amerikaga juda ko'p turistlik kelyapti. Nimani hisobiga? Jahon chempionati Amerikada bo'lib o'tyapti. Avtomatik tarzda Amerikaga bu juda katta pul. Va mana shuni holatida Amerikani valyutasi nima bo'ladi? Yana ham rivojlanadi. Bunaqa paytda agar treyderlar analiz qilishni biladigan bo'lsa, avtomatik tarzda dollar ko'tarilyapti. Nimani hisobiga? Chunki Amerikaga juda katta hajmda klientlar kelyapti, juda katta hajmda turistlar kelyapti. Shuni hisobiga dollar valyutasi ko'tarilyapti. Va bundan biz bilib dollar ko'tarishini oldindan bilib va mana shu bilganimiz orqasidan nima qilamiz? Daromad qilamiz. Mana shu bitta yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Valyuta juftligini narxi bir valyutani ikkinchi valyutaga nisbatan qiymatini bildiradi. Treyderlar narxini ko'tarish yoki pasayishini tahlil qilib, shu o'zgarishlardan foyda olishga harakat qilishadi. Forex bozorlarida narxlar, iqtisodiy yangiliklar, markaziy banklarning foiz stavkalari, inflyatsiya, bandlik ko'rsatkichlari, siyosiy voqealar va global iqtisodiy holatga
katta ta'sir ko'rsatadi. Men bu narsani hozirlarga o'qib berolman, lekin dars davomida, kurs davomida bu narsaga juda ham chuqurroq o'por beriladi. Har bittasini o'rgatiladi. Iqtisodiy yangilik nima o'zi, markaziy banklarning foiz stavkalari nima va hozirlarga noma'lum ma'lumotlar bo'layotgan bo'lishi mumkin. Inflyatsiyada qanaqa ishlanadi o'zi, bandlik ko'rsatkichlari qanaqa bo'ladi, siyosiy voqealarga qanaqa qilib qaraladi, global iqtisodiy holatlar qanaqa qilib e'tibor beriladi. Bu narsani darslikda yana ham to'liqroq tushuntirib beriladi. Faqatgina hozir biza mana shu bozor nima deydigan savolimizga javob olamiz. Keyingi bozorga keladigan bo'lsak, stock market. Ovozimga e'tibor bermaysizlar, ozgina shamollaganimni hisobiga shunaqa bo'lyapti ovozim. Shuni ham sizlar uchun juda ham maxsus kerakli bo'ladigan ma'lumotlarni ulashib beryapman. Ana endi ketdi. Stock bozori bo'yicha ma'lumotlarni berib o'tib ketaman. Fond bozori. Bu juda ham zo'r bozorlardan biri hisoblanadi. Kompaniyalarning aksiyalarini sotib olinadigan va sotiladigan moliya bozorlari. Kompaniyalar o'z faoliyatini kengaytirish, yangi loyihalarni moliyalashtirish va rivojlanish uchun aksiyalarni ommaga taklif qiladi. Investorlar esa ushbu aksiyalarni sotib olib, kompaniya o'sishidan foyda olishini maqsad qiladilar. Kelaylik endi aynan mana shu stock bozorini ham oddiyroq va soddaroq tilda tushuntirib berishga harakat qilaman, o'zimizning tilda. Faraz qilinglar, imagination, ya'ni fikringlarni bitta joyiga jamlaylar-da. Ko'zinglarni yumib faraz qilinglar, o'zi stock market qanaqa qilib rivojlanadi, qanaqa qilib paydo bo'ladi. O'zimizni oddiy primerlar bilan tushuntirib beraman. Faraz qilinglar, Ahmad degan inson bor. Ahmad degan insonni juda katta gektarli yeri bor, ya'ni 10 gektarli yeri bor. Aynan mana shu Ahmad fermer. Lekin mana shu Ahmadda 1 gektar yerida mol, qo'ylari bordi, 9 gektar yeri bo'm-bo'sh yotibdi. Lekin Ahmadda pul yo'q. Aynan mana shu 9 gektar yeriga mol, qo'ylarni qo'yish uchun. Ahmad nima qiladi? Unda tajriba bor, 10 yillik tajribasi bor deylik. Ahmad ovatda misol uchun eng zo'r investorlarni qidirishni boshladi. Ularga qiziqish bildirgan holatda. Ahmad keldida Farhodning oldiga bordi. Farhodda puli ko'p, boy va zo'r pul aylantiradigan investorlardan biri hisoblanadi va Ahmad kelib taklif berdi. Ya'ni call option bo'ldi, taklif berdi. Farhod, menda mana shunaqa biznes bor. Men mol qo'ylarni olib, rivojlantirib sotaman. Misol tariqasida agar sen pulingni mana shuncha chastini qo'yadigan bo'lsang, bu puling 1 yil ichida 100% yoki 200% yoki 300% ga ham ko'tarilib ketishi mumkin. Hattoki 1000% ga ham ko'tarilib ketishi mumkin agar bozor yaxshi bo'ladigan bo'lsa. Mana shu o'zimni kompaniyamdagi ma'lum bir aksiyani senga taqdim etmoqchiman. Faqatgina bu aksiyani olishing uchun sen mana pul tashashing kerak deb nima qilyapti? Farhodga taklif beryapti. Agar Farhodga mana shu taklif zo'r bo'ladigan bo'lsa, Farhod nima qiladi? Ahmadga pul beradi va Ahmadda yana 1 gektariga mol, qo'ylar ko'payishni boshlaydi. Mashna qilib sekin investorlarni jalb qilgan holatda aksiya yaralib boriladi. Ana endi savol tug'ilishi mumkin. Trader uchun mana shu stock market nimaga yordam beradi va nima uchun kerak? Mana hozirgi kunda juda ham ko'p treyderlarimiz uzoq muddatlar uchun aksiyalarni sotib olishadi. Faraz qilinglar, mana hozirgi kunda bizga juda ham muhim bo'lgan va bizning hayotimizni bir qismiga aylanib yuborayotgan, aylanib borayotgan искусственный intellekt, ya'ni sun'iy intellekt. Mana shu sun'iy intellektga bo'lgan talab kundan kunga oshib boryapti. Bu nima deydigan bo'lsanglar, ChatGPT, Gemini, Cloud, DeepSeek va hokazolar. İnsanlarning hayoti aynan mana shu искусственный intellekt, ya'ni sun'iy intellektga talabi kundan kunga oshib boryapti. Avtomatik tarzda bilamiz, buni aksiyasi nima qildi? Ko'tariladi. Hattoki biz ham mana shu aksiyani qanaqadir qismiga ega bo'lishimiz mumkin. Biz sotib olamiz, oradan vaqt o'tdi, aksiyani foizlari ko'tarilib bordi. Ana endi qaranglar, bitta dona primer bilan sizlarga tushuntirib beraman. Apple kompaniyasi birinchi boshlagan paytda mana ko'rasizlarmi, haqiqiy grafik. Birinchi boshlagan paytda mana $2 bo'lgan, juda ham sent bo'lgan. Juda ham tekin bo'lgan Apple kompaniyasi. Hozirgi kunda esa
Apple kompaniyasining narxi $293. O'sha paytda sent bo'lgan paytda yoki $1 bo'lgan paytda siz olib qo'ygan bo'lsangiz, $1000 misol uchun vложение qilib qo'ygan bo'lganingizda, hozirgi kungacha agar sabr qilganingizda, aynan mana shu $1 narsaga $1000 vложение qilgansiz. Necha pul daromad qilgan bo'lardingiz? Bitta hisob-kitob qilib kommentariyaga yozib ko'ring-chi, juda ham qiziq. Aksiya holatlari xuddi shunaqa ishlab beradi. Va biza stok marketda bu hozir nima qisqacha qilib aytib o'tib ketaman. Buni ichida darsi ishoninglar, shunaqangi qiziq ma'lumotlar bor, shunaqangi ichiga kirib, shunaqangi qizuv bo'ladi. O'zingizlarni miyalarni shunaqangi ishlataman, nimalarga ko'proq e'tibor berish kerak, nimalar bizga kerak bo'ladi bu aksiya bozorida. Mana bu aksiya ko'tariladimi, tushadimi deydigan narsani logikalar orqali ko'tariladi yoki tushadi degan narsani sizlarga o'rgatishni boshlayman. Aynan mana shu stok marketda. Juda ham qiziq bo'ladigan bozorlardan biri hisoblanadi. Aynan mana shu stok market. Stok bozorida dunyoning eng yirik kompaniyalari savdo qilinadi. Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Tesla, Meta. Hattoki shunaqangi narsani o'rgatamanki, O'zbekistonda bor bo'lgan aksiyalar orqali ham savdo qilsangiz bo'ladi. GM bo'ladimi, Akfa bo'ladimi, Crafers bo'ladimi va hokazolar. Aksiyalar narxida kompaniyaning moliyaviy natijalarini, daromadlari hisoblanadi. Yangi mahsulotlarni, iqtisodiy yangiliklar, foiz stavkalari va global siyosiy voqealarga ta'sir ko'rsatuvchi omil hisoblanadi. Bu narsa bo'yicha yana chuqurroq tushuntirib beraman darsliklarda. Hozircha ozgina bo'lsa ham ma'lumotlarni qabul qildik. Keyingi bozorimizga keladigan bo'lsak, yangi bozorlardan biri kriptovalyuta bozori. Bu raqamli digital aktivlar sotib olinadigan va sotiladigan zamonaviy moliyaviy bozorlardan biri hisoblanadi. An'anaviy valyutalardan farqli ravishda kriptovalyutalar markaziy bank yoki hukumat tomonidan boshqarilmaydi. Ular blockchain texnologiyasi asosida ishlaydi va tranzaksiyalar xavfsiz hamda shaffof tarzda amalga oshiriladi. Kriptovalyuta bo'yicha sizlar biladiganinglar eng mashhuri bu Bitcoin. Bitcoin, Ethereum, Solana, Ripple va shunga o'xshagan narsalar. Endi eng mashhuri babi Bitcoin hisoblanadi. Kriptovalyutalarga keladigan bo'lsak, bu bozor buni 10-15 minut ichida tushuntirib beradigan bozor emas. Aynan mana shu kriptovalyuta bozori juda ham keng bozorlardan biri hisoblanadi. Misol tariqasida moliyaviy bozorlar ichiga kiradigan bo'lsak, 6 ta rastasi bor. Forex, kriptovalyuta, xomashyo bozorlari, undan tashqari aksiya bozorlari, bond marketlari, futures forwardlari, ya'ni kontraktlar asosida ishlanadigan holatlar, ya'ni yo'nalishlari bor. Kriptovalyutani o'ziga kiradigan bo'lsak, kriptovalyutani ichida 10 xil bozori bor. Hattoki mana biz o'zimiz mashhur bo'lgan esingizda bo'lsa, 2024-2025-yilda juda ham mashhur bo'ldi. Mana hamsterlarni o'ynab o'tirdik-ku. Mana shu ham kriptovalyutaning yo'nalishi hisoblanadi. Faqat uni gaming holatda, ya'ni o'yin holatida chiqarilgan yo'nalishlari bo'ladi. Kriptovalyuta bozoriga ichiga kiradigan bo'lsak, juda ham katta bozorlardan biri hisoblanadi va hozirgi kunda o'sha juda ham mashhur bozor va juda ham ko'p insonlar mana shu bozorda ham savdo qilishni boshlashgan. Buning ichida faqatgina Bitcoin emas, yangi rivojlanayotgan kriptovalyutalarning sonlari juda ham ko'p hisoblanadi. Eng qizig'i bez dam, ya'ni umuman damsiz ishlaydi. Bir haftada 7 kun bo'ladigan bo'lsa, 7 kun 24 soat ishlaydi. Umuman to'xtamaydi savdosi. Kriptovalyutalar bo'yicha juda ham chuqurroq ma'lumotni baribir darsda beramiz, chunki hozir bizda vaqt masalasi kamroq bo'lganligini hisobiga to'g'ri tushunasizlar. Juda katta e'tibor bera olmayman, lekin mana shu mana ma'lumotlarni yozib o'tganman prezentatsiyada. Bemalol ko'rib, qanaqadir holatlarni tushunib olishingiz mumkin. Bitta qilib aytganda, kriptovalyuta bozori bu ham yangi bozorlardan biri hisoblanadi va bu bozordan ham agar bilimingiz bor bo'ladigan bo'lsa, yaxshigina daromad olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Yo'nalishini topib oladigan bo'lsangiz. Sizga qaysi yo'nalish kerak? Cryptocurrency kerakmi? Specification kerakmi? GameFi, CeFi kerakmi? DeFi kerakmi? Yo'nalishlari bor. Bu yo'nalishlarni bilib olishingiz kerak bo'ladi. Va bunda ikkita yo'nalish bor. Markazlashtirilgan birja bor va markazlashtirilmagan birja bor. Bu bo'yicha ma'lumotlarni berib o'tib ketaman. Markazlashgan deganda uje kompaniya tomonidan boshqariladi.
pul chiqarish, pul solishlar bo'yicha unda muammolar bo'lmaydi va eng mashhuri, butun dunyo bo'yicha hozirgi kunda eng mashhuri Binance, ya'ni Binance. Markazlashtirilmagan birjalar ham bor. Ularni hech kim nazorat qilmaydi. Shunaqa joylari ham bor. Ularning ichida eng mashhurlari Uniswap, PancakeSwap, SushiSwaplarga kelishimiz mumkin. Keyingisi mana juda ham ko'p insonlar, juda ham ko'p treyderlar hozirgi kunda savdo qiladigan bozorlardan biri hisoblanadi, ya'ni commodities, ya'ni o'zimizda o'zbek tilida aytadigan bo'lsak, xomashyo bozorlari ni aytib o'tib ketsak bo'ladi. Oltin, neft, bug'doy, paxta, qahva, gaz, apelsin, shakar va shunga o'xshagan mahsulotlar. Ya'ni bitta qilib aytadigan bo'lsak, inson hayoti uchun juda ham kerakli bo'ladigan mahsulotlarni ichida savdo qilish. Tovar va xomashyo bozori bu tabiiy resurslar va xomashyo mahsulotlarini sotib olinadigan hamda sotiladigan moliyaviy bozorlardan biri hisoblanadi. Shu bozorda dunyo iqtisodi uchun muhim bo'lgan mahsulotlar oltin, kumush, neft, tabiiy gaz, mis, bug'doy, qahva, shakar, paxta va boshqa ko'plab xomashyolarda savdo qilinadi. Ushbu bozorning asosiy vazifasi ishlab chiqaruvchilar va xaridorlar o'rtasida savdoni tashkil etish hamda narxlarning bozor sharoitiga mos ravishda shakllanishini ta'minlashdir. Kelinglar, prezentatsiyani o'qib bermayman sizlarga. Sizlarga yo'nalishni oddiyroq va soddaroq tilda tushuntirib berishga harakat qilaman. Mana e'tibor bergan bo'lsanglar, hozirgi kunda aynan mana shu xomashyo bozoridagi talablar kundan kunga kuchayib boryapti. Bularning ichida eng mashhuri tilla. Tillaga nisbatan talab kundan kunga kuchayib boryapti. E'tibor bergan bo'lsanglar, mana oxirgi 3-4 yillik ichida shunaqangi katta upor berildiki, mana shu tillaga. Prem treyderlar bu narsani juda ham yaxshi bilishadi. Va juda ham ko'p treyderlar, yangi kirib kelayotgan treyderlar aynan mana shu xomashyo bozoridan boshlashadi. Lekin men maslahat bermayman yangi kirib kelayotgan treyderlar xomashyo bozoridan boshlashligini, chunki bunda hisob-kitoblar, pul topish yoki pul yo'qotish holatlari ko'proq. Topishingiz ham ko'proq bo'lishi mumkin, yo'qotishingiz ham tezroq bo'lishi mumkin. Ya'ni holat bo'yicha qaraydigan bo'lsak, tezroq topib, tezroq yo'qotishimiz mumkin bu bozorda. Agar sizda opt, agar sizda experience bo'lmasa, bu bozorda savdo qilmaganingiz ma'qul hisoblanadi. Lekin bu bozorning ichiga kirishi, bu bozorni o'qishni biladigan bo'lsangiz, bundan zo'r bozor yo'q. Nimaga deydigan bo'lsanglar, o'sha kichkina summalarni bitta vaqt ichida katta summaga ko'tarib olish ehtimoliyati baland bo'ladi. Misol uchun mana example qilib men aytdim, COVID-19, ya'ni dunyoga mashhur bo'lgan koronavirus holatida tilla maksimumga qarab uchib ketgan. Nimani hisobiga? Bu bilasizlar, tilla oldindan tsenning, ya'ni qimmatbaho narsa bo'lgan. Pirat davrida ham, SSR davrida ham, hozirgi kunda ham va keyinchalik ham tilla qimmatbaho mahsulot hisoblanadi. Nimadir qanaqadir muammolar bo'ladigan bo'lsa, dunyoda global muammolar bo'ladigan bo'lsa, odamlar o'zini zaxirasini nimaga qo'yadi? Tillaga qo'yadi. Nimani hisobiga? Chunki aynan mana shu tillarning orqasidan yaxshigina daromad qilib olishadi. Bilishadi, agar valyuta yo'qolib ketadigan bo'lsa, oldingi davrdan qaraydigan bo'lsak, tilla bilan exchange, ya'ni pul almashinuvlari bo'lgan. O'shani hisobiga qanaqadir dunyoda globalniy muammolar bo'lishi boshlayaptimi? Insonlar va juda ham ko'p treyderlar va juda ham ko'p investorlar tillarni sotib olishadi. Bunaqa momentda tillarni sotib olishini biz bilamiz. Bilgan holatda bizni o'sha investorlar bilan birga kirib oladigan bo'lsak, o'sha qo'yayotgan pulimizni kerak bo'lsa qisqa muddat ichida juda katta summaga ko'tarib olsak ham bo'ladi. Oltin narxining o'sishi, global holatda mana COVID-19 pandemiyasi bo'ldi, odamlarda shok holatlari bo'ldi. Hali bunaqa pandemiyalardan ko'p bo'ladi. Mana shu gapim esingizdan chiqmasa, mana hantavirus kasalligini ham men 2024-yildan boshlab o'quvchilarga yetib kelishni boshlaganman va bundan keyin ham yangi kasalliklar bo'ladi va bundan keyin ham mana shu Coviddan kuchli kasallik kelish ehtimoli ham bor. Mana shu gapim esingizdan chiqmasa, bunaqa paytda treyderlar juda ham zo'r savdo qilishadi va juda ham katta pullarni ishlab chiqib ketishadi. Boshqalar voy nima qilsam bo'lar ekan, bunaqa paytda nima qilib pul topsam bo'lar ekan deydigan paytda treyderlar nima qiladi? Kiradi, mana shu vaziyatlardan to'g'ri unumli foydalanib, o'sha kerak bo'lsa mana shu $1000 pulini
20 ming, 30 ming, 40 minggacha ham ko'tarib olishi mumkin. Mana shu oddiy bilimni orqasida. Ana endi bu bo'yicha ma'lumotlarni beradigan bo'lsak, mana hozirgi kunda bo'layotgan ma'lumotlarga keladigan bo'lsak, mana AQSh bilan Eron urushdi, e'tibor bergan bo'lsanglar. AQSh bilan Eron urushni boshladi. Nima qildi? Eron asosiy neft bazalari, asosiy neft eksportlari Eron, ya'ni Eronning hududidan o'tadi. Urmuz bo'g'ozi degan hududidan o'tadi. Eron nima qildi? Urmuz bo'g'ozini hududini yopdi. Yopgandan keyin neft o'tmadimi? Bunaqa paytda treyderlar nima qiladi? Fikrlashib biladi, logikasi bor, globalniy muammolar bo'layotganda ishlashni biladi. Urmuz bo'g'ozini yopdimi, neftning narxi nima bo'ladi? Avtomatik tarzda ko'tarilib ketadi. Nimani hisobiga? Chunki uje neft mahsulotga kirib kelmayapti. Bilasizlar, mahsulot kirib kelmayotgan paytda mahsulotning narxi ko'tarilib boraveradi. Buni ham xuddi shunaqa, ya'ni neft mahsuloti bo'yicha ya'ni oxirgi paytda ishlab olgan ma'lumotlarimizdan bittasi hisoblanadi. Aynan mana shu xomashyo bozorlarida juda ham ko'p insonlar faqatgina tilla va neftga o'tirib qolgan. Lekin buni ichiga kiradigan bo'lsak, bug'doy mahsulotlari, yog' mahsulotlari, undan tashqari shakar bo'ladimi, go'sht mahsulotlari bo'ladimi? Bu bozorlar bo'yicha juda ham ko'p treyderlar ishlamaydi. Bilmayman lekin nimaga, lekin mana shu bozorlarda ham juda ham katta pullar yotibdi. Odamlar faqatgina experience, tajribasi bor bo'lgan insonlar bu bozorda ishlaydi. Faqatgina oltin, neftda emas. Keyingi bozorimizga keladigan bo'lsak, obligatsiya bozori. Obligatsiya bozori bu davlatlar, kompaniyalar va boshqa tashkilotlar investorlardan mablag'larni jalb qilish maqsadida chiqaradigan qarz, qimmatli qog'ozlardan savdo qilinadigan moliyaviy bozorlardan biri hisoblanadi. Kelaylik, bu narsani o'qib bermayman, o'zimizni oddiyroq va soddaroq tilda tushuntirib berishga harakat qilaman. Obligatsiya bozori bu qarz bozori. Kredit bitta o'zimizni tilda aytadigan bo'lsak. Mana misol tariqasida aksiya bozoriga kiradigan bo'lsak, biz investor bo'lib kiradigan bo'lsak, Apple kompaniyasi 1 yil ichida necha foiz o'sishini sizlar bilasizlarmi? Yo'q. Absolyutni biz bilmaymiz necha foiz o'sishini. Obligatsiya bozori, ya'ni kredit holatida. Kredit oldingiz, kredit olganingizda sizga yetadi. 1 yillik kredit foizi 15%, 1 yillik kredit foizingiz 25%. Даже O'zbekistonda shunaqangi holatda ham eshitdim, 40 nechadir foizgacha bor ekan kreditda. Bu nima degani? Siz 1 yillik ichida aniq summangiz bor. Ya'ni 1 yil siz kimgadir vложение qildingiz, ya'ni qaysidir obligatsiyaga pul qo'ydingiz, siz bilasiz, 1 yil ichida sizda 35% daromadingiz bor. Hech narsa qilmaysiz, 35% daromad qilyapsiz. Lekin aksiyaga qo'ydingiz, Apple kompaniyasi 1 yil ichida necha foiz ko'tarilishi yoki tushishini siz aniq bilmaysiz. Balki 10% ko'tarilishi mumkindir, balki 100% ko'tarilishi mumkindir, balki o'rtada turishi mumkindir. Ko'tarilmasdan, tushmasdan ham. Biz bilmaymiz. Lekin aynan mana shu bond bozorida esa bizda aniq foiz bor. O'shani hisobiga bond bozori juda ham yirik bozorlardan biri hisoblanadi va juda ham ko'p treyderlar bu bozordan foydalanishni bilishmaydi. O'zi treyderga nimaga kerak bu bozor deb aytadigan bo'lsak, buni ichiga sal chuqurroq kirishimiz kerak bo'ladi. Minimal holatda bunga bizda yarim soat vaqtimiz ketadi. Nimaga ancha ko'p vaqtimiz ketadi deb aytaman? Chunki yo'nalishlari bor. T-bonds, T-notes, T-bills va shunga o'xshagan yo'nalishlar. Nimalarga kerak bo'ladi? Davlatlar aro obligatsiyalar qanaqa ishlaydi? Davlatlar obligatsiyalari, ya'ni bond holatlarini, kontraktlarni tuzganda qanaqa holatlarga keladi? Nima qilib biz bundan zo'r daromad qilsak bo'ladi deydigan savollarimizga to'liqroq darsimizda tushuntirib beraman, lekin shunaqangi qiziq darslardan biri hisoblanadi. Juda ham ko'p treyderlar bilmaydigan ma'lumotlardan biri hisoblanadi va mana shu bond market xabarlar bilan ishlayotganimizda juda ham bog'liqli, muhim bo'ladigan bozorlardan biri hisoblanadi. Ya'ni mana qiziqda Amerikani o'zi pul chiqaradi. Ya'ni sizlarga oddiy qiziq savol, bitta izlanib ko'ringlar. Mana qaranglar, qiziq ma'lumotda Amerika o'zi pul chiqaradi. O'zi pul chiqaradida, lekin Amerikani tashqi qarzi bor. 39 trilliondan ko'proq qarzi bor. Qayerdan kelib chiqyapti bu qarz? Nimaga qarz? Mana shu savolga bitta izlanib ko'ringlar, shunaqangi qiziq bo'ladi. Topgan insonlar kommentariyaga yozib qo'ysin. Qiziq bo'ladi lekin.
Obligatsiya bo'yicha yana ham chuqurroq ma'lumotlarni darsimizda berib o'tamiz. Chunki mana bu yerda eng ko'p beriladigan savollarimiz bor. Mana shu savollarga ham javob berib ketishimiz kerak bo'ladi. Ana endi ketdi. Trading o'zi nima? Buni tushundik. Keyingi savol, trading qimormi yoki kasbmi? Hozirgi kunda bilasizlarmi, kelinglar men sizlarga oddiyroq va soddaroq tilda tushuntirib berishga harakat qilaman. Hozirgi kunda O'zbekistonda juda ham ko'p odamlar tradingni qimor sifatida qabul qilyapti. Nimaga? Kavichkaning ichidagi fake motivatorlar ko'payib ketdi. Ya'ni kichkina summa bilan kirasan, $100 bilan kirasan, $1,000,000 ishlab tashlaysan, bunaqa qisqa muddat ichida mana bu mashina olasan, uchastka qurasan, Ferrari fake motivatsiyaga kirgizyapti-da, stabil daromadga chiqarish emas, bittada pulini yo'q qilib yuborishni o'rgatishyapti. Juda ham ko'p joylarda. Stabil daromadga chiqish uchun mehnat kerak bo'ladi. Kelinglar buni kasb sifatida qabul qiladigan bo'lsak, bilasizlar, xirurg kasbini oladigan bo'lsak, xirurg bo'lish uchun qancha mehnat kerak bo'ladi? Qancha bilim kerak bo'ladi? Bittada xirurg bo'ladimi? Yo'q. Ancha-muncha mehnat, ancha-muncha mashaqqatlar bo'ladi. Buni orqasida turgan katta mehnati bor. Mana shu mehnatga erishish uchun, mana shu kasbi professionali bo'lishi uchun juda katta mehnat qiladi. Yoki sportsmenlarni olamizmi? Eng zo'r futbolist olaylik. Cristiano Ronaldo. Bu o'zini futbolni kasb deb bilgandan keyin, o'zini ustida qattiq ishlagandan keyin zo'r daromad qilishni boshlagan. Nimani hisobiga? Experience, tajribani hisobiga. Men bittada boyib ketaman, bir kunda boyib ketaman degan tushuncha emas. Mana shu bir kunda boyib ketaman deb kirayotgan insonlardagi holat bu qimor. Lekin stabil ko'tarilish uchun ketayotgan insonlardagi holat bu kasb. Keyingi savolimizga keladigan bo'lsa, tradingni qancha vaqtda o'rgansa bo'ladi? O'zi bu insonning o'ziga bog'liqlik bo'ladigan holat hisoblanadi va o'qituvchining o'ziga ham bog'liqlik bo'ladi. Ya'ni qanaqa tajribali o'qituvchi, qancha vaqt ichida o'rgatyapti, praktikalarni qanaqa qilyapti va shunga o'xshagan javoblar. Agar o'qituvchi berilayotgan darsliklari zo'r bo'ladigan bo'lsa, yevropeyskiy metodologiya bo'ladigan bo'lsa, o'rganishingiz uchun minimal holatda 3 oy kerak bo'ladi. Bozorga kirib daromad qilishingiz uchun 4 oy, 5 oy, 1 yilgacha chiqib qolishi mumkin. Tradingni boshlash uchun qancha pul kerak? Juda ham zo'r savollardan bittasi. Tradingni boshlash uchun ko'p pul kerakmi deb o'ylashadi insonlar. Yo'q do'stlar. Tradingni boshlash uchun $100 ham yetarli. Tushunasizlarmi? $100 ham yetarli tradingni boshlash uchun. Faqat aytaman, uni o'qituvchilar yevropeyskiy metodologiyani agar to'g'ri berishni biladigan bo'lsa, $100 o'zi ham yetarli hisoblanadi. Mana shu $100 dan $10,000 depozit olib, shunaqa joylari borda, $100 orqasidan $10,000 depozit olib, imtihonlardan o'tib, mana shu $10,000 real holatga aylantirishimiz ham mumkin. Faqat unga tajriba kerak bo'ladi. Ya'ni tradingni boshlash uchun ko'p pul kerak deb o'ylamanglar, $100 o'zi ham yetarli hisoblanadi. Qaysi bozorni tanlagan ma'qul degan savol tushadi ko'p. Boshlang'ich treyderlarga va hayotini o'zgartirmoqchi bo'lgan va stabil daromadga chiqib ishlamoqchi bo'lgan insonlar uchun forex bozori ideal bozorlardan biri hisoblanadi. Tradingni haqiqatdan ham pul ishlasa bo'ladimi degan savolga kelinglar, men o'zim holatimdan emas, o'quvchilarim bilan ishlayotgan holatimda men tushuntirib beraman. Misol tariqasida mana oxirgi kunda qaraydigan bo'lsak, eng kichkina lotlar bilan ishlanyapti. Strategiya 7 ta shamcha. Bir kunda $120 ishlanyapti, $120, $170, $110 ishlanyapti, $50 ishlanyapti, $70 yo'qotilyapti, $130 ishlanyapti, $30 ishlanyapti, $20, $120, $40, $110, $180, $70, $150. Ya'ni mana bu joyda bizni ko'rsak bo'ladi, o'quvchini o'zini qilayotgan holati. Juda ham kichkina risk va mana shu juda ham kichkina risk orqasidan bir kunda $120 ishlayapti. Ya'ni qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, $100 depozit qo'yib, bir kunda $120 ishlayotgan holat. Yana ham oddiyroq qilib tushuntirib beradigan bo'lsam, misol uchun mana statistika holatdan kelib chiqiladi bu. O'tgan safar vebinarda ham bu narsani ko'rsatib o'tdim. Mana statistika holatlariga keladigan bo'lsak,
strategiya o'rganiladi va strategiyada ochilayotgan bitimni plus va minusini hisoblab chiqiladi. Mana bu yerda yevro dollar valyuta juftligi, strategiya nomi yetim 4 soatlik time frame da ishlanyapti va plus minusovka har bitta bitimga atigi 10 dollardan risk qilganda bitta valyutani o'zida 163 ta bitim chiqyapti. 130 tasi plus 163 tadan 33 tasi minus hisoblanadi. Ana endi kelaylik bu narsani matematik hisob-kitobda qilamiz. Bu haqiqiy o'quvchimizning qilgan rezultatlari hisoblanadi, 6 oylik rezultatlari. Bunda qanaqa bo'lyapti? Valyuta yevro dollarda ishlayapti. Strategiya nomi yetim, Elon 4 soatlik time frame da ishlayapti. 6 oy ichida общий holatda bitta valyutani o'zida 163 ta bitim chiqqan. 130 tasi plus, 33 tasi minus. Va qolgan ketma-ketliklar, qolgan juftliklar, fund, dollar, bitcoin va hammasida mana bu yashilda turgan strategiyani ishlash foizi 79-75 aynan mana shu valyutada. Bularni kim qilgan? O'quvchini o'zi qilgan, real счетda qilingan natija hisoblanadi. Kelaylik matematik hisob-kitobda men sizlarga tushuntirib beraman. Общий holatda 3970 ta bitim ochilgan, 3970 ta bitimimiz plus 1011 ta bitimimiz minus. Kelaylik mana shu narsani 1000 dollarlik depozit bilan boshlanganda har bitta bitimga 10 dollardan risk qilganimizda biza nech pul daromad qilgan bo'lar edik. Kelaylik men sizlarga mana shuni matematik hisobda keltirib beraman. Sizlarga 1000 dollar depozit kirgizyapti va har bitta bitimga 10 dollardan risk qilyapti. 3970 ni ko'paytiramiz 10 ga. Ya'ni 10 dollardan har bitta bitimni plyusini hisoblaymiz. Общий holatda chiqqan summa 39700 dollar bo'ldi. 39700 yozib qo'ydim. 39700. Ana endi minusni hisoblaymiz. Bizda ko'paytiramiz 10 ga. 10.000 dollar minus 10.000 110. Ana endi hisob-kitobimiz yana ham to'liqroq qiladigan bo'lsak 39700 dollardan ayiramiz 10100 dollarni. Barobar 29600 dollar bo'lyapti. Bo'laman 6 oyga. Agar mana shu holatda 10 dollardan juda ham kichik risklar bilan 6 oyga bo'lganimda ham hattoki ko'rayotgan bo'lsanglar 4933 dollardan tushyapti har oyga. Tushunyapsizlarmi? Bu haqiqat, bu o'quvchilar qilayotgan rezultat. Bu meni rezultatim emas va aynan mana shunaqa rezultatlar o'quvchilarda juda ham ko'p. Mana kelamiz. Mana bekitmasdan ochiq oydin ko'rsatib beriladi. Ochiladi mana. Esenar. Kim tashiyapti? Haydarov Sardor. Assalomu alaykum. Esenar vashi zo'r ishlar ekan. 50 punktdan oshib ketmasdan statistika qildim. Katta rahmat. Vashi zo'r strategiya ekan. Kim? Buni o'quvchimiz mana shu holatda algoritm mana ko'rayotgan bo'lsanglar, mana shu algoritmga asoslangan holatda statistika qilib chiqyaptilar. Kim qilyapti? O'quvchi qilyapti. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, juda ham kichik risklar orqali juda katta daromadlarga chiqishyapti. Va eng qiziq holatini aytaman, mana shu gruppa hozir ketayotgan gruppa va mana shu gruppalar bilan real счетga kirganmiz, real счетda ishlaymiz birgalikda. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, men o'zim signal berib, mana bu joyda o'zim signal berib, mana kecha 24-yilda bo'layotgan, bugun sanaga qaraydigan bo'lsa 25-chi kecha signal beryapman. Ochiq pozitsiyalarim bor edi. Ushlab tursam bo'ladimi? Pozitsiyalar ochiq, hozir minusda. Tilla minusdami? Yo'q. Yevro dollar mana bugun kanalimga kiradigan bo'lsanglar, MJda take profitni oldim. Tilla bo'yicha plyusda birinchi yangilikda ham chiqqanda ishlab olishdi. Itogi holatda mana natijalarni tashlashyapti. Holat mana. Stop lossni qaranglar qanaqa kichkina. Take profitni olinyapti. Keyingi holat sellga nisbatan berilyapti. Bu ham take profitni oldi o'sha. Keyingi holat chizilgan. Keyingi holat bu ham yaxshigina plyusda chiqib, yana dalshi ketish arafasida turibdi. Mana buni kim qilyapti? O'quvchilarning o'zi qilyapti. Men qilmayapman. Men ora-orada o'quvchilarga qo'shimcha signallar beryapman.
Bo'ldi. Ana endi nima deb o'ylaysizlar? Tradingdan haqiqatan pul ishlasa bo'lar ekanmi yoki yo'qmi? Xohlasanglar kommentariyga izoh qoldirsanglar bo'ldi. Agar menda o'qiydigan bo'lsa, men o'zimning tajribamga ishonaman va men orqali bemalol ishlasa bo'ladi. Nimaga ko'pchilik tradingda pul yo'qotadi? Sababiga keladigan bo'lsak, birinchi navbatda noto'g'ri bilimni olish. Ikkinchi navbatda esa psixologik tayyorgarlik ko'rmasdan bozorga kirish. Uchinchi navbatda esa bilim yetishmovchiligi. Aylanib o'rgilib hammasi nimaga taqalyapti? Bilimga taqalyapti. Kuniga qancha daromad qilish mumkin? Bu sizni o'zingizni qo'yayotgan depozitingizga nisbatan qancha summa bilan kiryapsiz va qanaqa strategiya orqali kiryapsiz? Buni manaman deydigan professional treyderlar ham aytolmaydi. Bir kunda mana shuncha daromad qilishingiz 100% deb. Agar kuniga mana shuncha daromad qilasiz 100% deydigan bo'lsa, bilinglar, bular mashinliklar hisoblanadi. Keyingi savolimizga keladigan bo'lsak, telefon orqali ham trading qilish mumkinmi? Albatta. Lekin o'rganayotgan paytimizda bizga kompyuter bo'ladigan bo'lsa, nur ustiga a'lo nur. Keyingi zo'r beriladigan savollardan bittasi, ingliz tilini bilish shartmi? Yo'q. Men o'zimning kursimda yevropeyskiy metodologiya bo'yicha Yevropa bilimlarini o'zbek tiliga o'girilgan holatda tushuntirib berganman. Men holatini men berayotgan sistemamda siz o'zbek tilini bilsangiz bo'ldi. Ingliz tilini bilishingiz shart emas. Lekin biladigan bo'lsangiz, keyinchalik sizga yana qo'shimcha yordam beradigan ma'lumot hisoblanadi. Grafiklarni o'qishni qanday o'rganaman? Albatta, bilimni o'rgangan paytingizda men o'zim to'liqlicha o'rgatib ketaman. Fundamental va texnik tahlil nima? Fundamental bu xabarlar orqali ishlash. Ya'ni uni turlari juda ham ko'p. Mana misol tariqasida COVID-19 bo'ldi. Hozir o'sha narsa haqida gapirib o'tib ketdik. Bu fundamental, ya'ni xabar bo'lyapti. Kasallik tarqaldi va kasallikka orqasida treyderlar ishlayapti. Texnik tahlil esa bu grafikka bizni chizmalarimiz orqali bozor yo'nalishini aniqlashimiz. Mana shu narsa texnik tahlil hisoblanadi. Qaysi strategiya eng yaxshi? Bu psixologiyaga bog'liqlik bo'ladi. U inson qanaqa, sabrlimi, sabrsizmi, svechalada ishlaydimi, texnikada ishlaydimi, yo'nalishini topadi. Qaysi strategiya eng yaxshi? Zo'r savollardan biri. Bu inson o'zi biladi bu savoliga. Hamma insonning dunyosi har xil bo'ladi. Misol, menga keladigan bo'lsa, men shamchalar orqali ishlayman va o'zimga yoqadigan shamchalar juda ham ko'p. Ba'zi bir insonlar texnikada ishlaydi, ba'zi bir insonlar fundamental holatlarda ishlaydi. Keyingisi, signal bilan savdo qilish yaxshiroqmi yoki o'zim o'rganishim kerakmi degan savol. Men oldin havas qilardim signal beradigan insonlarga. Lekin inson bilimni olgandan keyin shunaqangi darajaga chiqar ekanki, insonni o'zi signal beradigan darajaga chiqar ekan. O'shanga eng zo'ri baribir o'zingiz savdo qilganingiz yaxshi hisoblanadi. Chunki signal berayotgan odam qanaqa riskka hisob-kitob qilyapti, nimaga asoslanib beryapti, hech narsani siz bilmasligingiz mumkin. Siz faqat kirish va chiqish holatlarini bilishingiz mumkin. Lekin o'zingiz savdo qilayotgan paytingizda hamma narsani o'zingiz analiz qilib chiqasiz. Demo hisob va real hisob o'rtasida farq nima? Hech qanaqangi farq yo'q. Farq faqat emotsiyada bo'ladi. Demo bilan realni yurishi bir xil bo'ladi. Odamlar aytishadi, ikki xil yuradi. Demoda daromad qilaman, realda qila olmayman deb aytishadi ko'plar. Realda emotsiya borligini hisobiga ko'plar qo'rqadi. Atak ikkala bozor ham bir xil. Broker nima va qaysi broker ishonchli? Mana shu savolga oddiyroq qilib javob berishga harakat qilaman. Broker bu bizning bankimiz, ya'ni trading sohasiga kirganimizda bizning bankimiz bo'ladi. Bizni pul tashab, pul chiqarishimizni faqat broker orqali qilamiz yoki bozorga kirayotganimizda bizga qaysidir bitimimizni ochishimizga yordamchi bo'ladigan holat broker bo'ladi. Broker siz bizni hech qanaqangi bozorda ishlamaymiz. Ishonchli brokerlarning soni juda ham ko'p va men darsligimda aynan mana shu brokerlar bo'yicha ma'lumotlarni berib o'tib ketaman. Leverage, kredit yelkasi nima? Kredit yelkasi bu oddiyroq va soddaroq tilda tushuntirib beradigan bo'lsam, bozorga kirdingiz, $100 depozit bilan kirdingiz, mana shu $100 $1000 chiqishiga kredit yelkasi yordam beradi. Ya'ni sizni pulingizni 1000 barobar kattalashtirib beradi, ob'yomda kattaroq kirishingiz uchun. Treyderlarga juda ham kerakli bo'ladigan narsa hisoblanadi. Ya'ni tezroq tepaga ko'tarilasiz, lekin misol uchun daromad qilayotganingizda $1000 kerak bo'lsa $100,000 bilan ishlab tashlashingiz mumkin, lekin hech qachon sizni kredit deganda noto'g'ri tushunishadi. Hech qachon sizni minusga
tushirmaydi. Yo'qotishingiz mumkin bo'lgan summa $100 bilan kirdingizmi, faqatgina $100 yo'qotasiz. Risk menejment nima uchun muhim? Agar siz hayotingizda stabil daromad qilmoqchi bo'lsangiz, moliyaviy erkinlikka erishmoqchi bo'lsangiz, mana shu risk menejment juda ham muhim omillardan biri hisoblanadi. Pulni to'g'ri taqsimlab, to'g'ri risklarga ishlatish. Trading uchun kuniga necha soat ajratish kerak? Odamlar, shunaqangi ko'p insonlar bilan gaplashganman, aytishadiki, 12 soat, 14 soat, 15 soat ishlayman tradingda, boshim olib ketadi deyshadi. Yo'q. Agar tradingda to'g'ri bilim oladigan bo'lsangiz, sizda yetarlicha tajriba bo'ladigan bo'lsa, sizga даже bir kunda eng ko'p maksimum ketadigan 1,5-2 soat vaqtingiz ketadi. Eng maksimum. Ba'zi bir kunlarda yarim soat ketadi, ba'zi bir kunlarda 1 soat ketadi. Faqat uning uchun sizda tajriba bo'lishi kerak. Men ham professional trader bo'la olamanmi? Albatta bo'la olasiz, o'zingizda harakat bo'ladigan bo'lsa va to'g'ri bilim oladigan bo'lsangiz. Do'stlar, agar sizlarning ham shunaqa savolinglar bo'ladigan bo'lsa, xavotir olmanglar. Bu savollarni deyarli har bir yangi boshlovchilar beradi. Muhimi to'g'ri manbadan o'rganish va boshidanoq xatolarni kamaytirishinglar kerak. Aytiladi, eng zo'r investitsiya bilimga kirgizilgan investitsiya hisoblanadi. Agar sizlarda stabil daromadga chiqib, moliyaviy erkin bo'lmoqchi bo'ladigan fikrlar bo'ladigan bo'lsa yoki oylikka qaram bo'lib qolmasdan, o'zingizga boshliq bo'lmoqchi bo'lsangiz, xohlagan joyda ishlab, oilangizga yaxshi hayot berishni istasangiz, aniq tizim va ishonchli ustoz bilan tradingni o'rganmoqchi bo'lsangiz, bitta qilib aytadigan bo'lsangiz, orzularingizga tezroq erishmoqchi bo'lsangiz, men siz uchun juda ham zo'r mahsulotni tayyorlab qo'yganman. Ya'ni Pro Trading kursimni tayyorlab qo'yganman. Mana shu kursimda shunaqangi chuqur ma'lumotlar borki, hozir mana shu kursim bo'yicha sizga ma'lumotlarni berishni boshlayman. Bu kurs 3 oylik kurs hisoblanadi. Pro Trading kursi. Aniq tizim va ishonchli ustoz bilan noldan professional darajaga chiqib, stabil daromad qilishni o'rganadigan kurs hisoblanadi. Aynan ushbu dasturda bizda 12 hafta, 36 ta jonli efir, 38 ta video darsliklar, qo'llanma materiallar, bonus darslar va sovg'alar mavjud hisoblanadi. Hammasiga hozir bitta-bittalab to'xtalib o'tib ketamiz. Dastur qanaqa tarzda o'tiladi? Kurs 70% amaliyotdan iborat hisoblanadi. Har bir darsdan so'ng real bozorda amaliyot va men kuratorlar bilan tekshiriladigan vazifa. Har hafta jonli tahlil sessiyada real savdolar bilan birga ko'rib chiqiladi. 13 ta modul nazariyada o'rgatiladi va amaliy savdo qilishga o'rgatilib o'tiladi. Ya'ni bitta qilib aytaman, dars ikkita holat bo'ladi. Amaliy va nazariy. Nazariy darsimizda bizda yozib olingan tayyor videolar bor. Birinchi misol uchun bugun 4-dars bo'ladigan bo'lsa, bu 4-darsni birinchi siz videosini ko'rib olasiz, tushuncha qabul qilib olasiz. Undan keyin amaliy dars. Amaliy dars живой bo'ladi. Ya'ni o'qituvchilar bilan birgalikda bo'ladi. Erta nima savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, hamma savollaringizga to'liqona javob ola olasiz. Aynan mana shu amaliy darsda. Ana endi nima darslar o'tiladi deydigan savol bo'lishi mumkin. Kelinglar, ketma-ketliklar bilan tushuntirib o'tib ketaman. Birinchi darsimiz moliyaviy bozorlar bilan tanishish darsi hisoblanadi. Bu darsni xos sizlar bilan ozgina bo'lsa ham ma'lumotlarni qabul qildik, lekin bu darsimizga eng qizig'i 2 kun ketadi. Oson dars emas, juda ham chuqur ma'lumotlarga ega. Даже buni ichida hali sizlarga derivativ bozorlarni tushuntirmadim. Futures, forward, swap, option, call option, put option. Undan tashqari fond bozorlari bilan praktikalar qilinmadi. Juda ham chuqur ma'lumotlardan biri hisoblanadi. Ikkinchi modul bozor ishtirokchilari, broker kim, market maker kim, kuxnyalar qanaqa bo'ladi, qanaqa traderlar turlari bor, likvidность nima, volatilность nima, bitimlarni qanaqa qo'yishga bo'ladi, nima bitimlar bor, shu narsalarni o'rganib chiqamiz. 3-modulda esa savdo sessiyalari, punkt, pips, lot. Ya'ni bu nima? Biz bozorga kirganimizda $1000 bilan kirdik. Mana shu $1000larimizga $10 bitim ochdik degan tushuncha bo'lmaydi. Bu bozorga kirganda men shuncha lot ochdim, mana shuncha punkt yoki mana shuncha pips yurib berdi degan holat bo'ladi. Matematik hisob kitobi sal boshqacha bo'ladi bunda. Bu narsani tushunib olishingiz kerak bo'ladi. Chunki har xil bozorda har xil hisob kitob bo'ladi. Broker komissiyalari, broker spreadlari, broker swoplari nima, u kredit yelka bo'yicha chuqurlashtirilgan holatlar va marjalar qanaqa hisob kitob qilinadi. 4-modulda esa bizga juda ham mashhur bo'lgan, bizni foydalanadigan TradingView va MetaTrader platformalari bo'yicha polностью o'rganib chiqamiz
va boyaga aytgan narsam, ishonchli brokerlarni bir necha yo'nalishlarni ko'rsatib beramiz sizlarga keyingi modulda. Undan keyingi modulda esa strategiyalarni o'rganishni boshlaymiz. Har bittasi mana bu yerda e'tibor berayotgan bo'lsanglar, Long Ledger Doji, Butterfly Doji, Gravestone Doji, Four Price Doji. Boya biza statistikani ko'rsatdik bitta dona strategiya orqali. Mana bu yerda esa har bittasi alohida strategiya hisoblanadi. Mana shu har bitta strategiyalarni biz o'rganib chiqamiz. 40 dan ko'p strategiyalar bor. Ya'ni bu sohada daromadga chiqa olamanmi yoki yo'qmi deydigan savolingizga bemalol javob olsanglar bo'ladi. Aynan mana shu Pro Trading kursida. Tushunmay qolishim mumkin yoki shunga o'xshagan narsalar bo'lsa-chi deydigan bo'lsanglar, bizda mentorlarning soni juda ham ko'p. Tushunmay qolgan holatingiz bo'ladigan bo'lsa, sizlarga alohida upor berilib, birga bir holatda, kerak bo'lsa individual holatda tushunmagan darsliginglarni sizlarga tushuntirib berishadi mentorlar. Har bir strategiyalarga juda ham chuqurlashtirilgan holatda, bekitilmagan holatda o'tib beriladi. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, Evening Star, Double Star, ketyapti, Pinocchio, Imbalance, YouTube yuborish. Undan tashqari texnik tahlilga o'tilyapti, bull trend, bear trend, ya'ni bu strategiyalar. Sizga hozir agar yangi kirib kelayotgan inson bo'lsa, sizga notanish bo'lishi mumkin, lekin bu strategiyalarning nomi, sonlari juda ham ko'p va oddiy strategiyalar emas, eng mashhur bo'lgan strategiyalarni kursimga jamlaganman. Maqsad nima? O'zbekiston xalqi haqiqatan ham mana shu sohaga kirib, moliyaviy erkinlikka erishish, ya'ni moliyaviy bilimlarni to'g'ri olib, moliyaviy erkinlikka erishish uchun eng mashhur, eng kerakli bo'ladigan strategiyalarni jamlab kursimga qo'shib qo'yganman. Faqatgina sizlar kirib, boringlarni berib o'qib bersanglar bo'ldi. Mana strategiyalarning turlari. Undan keyin fundamental tahlil. Fundamental tahlillar o'rganib chiqiladi. Global holatda qanaqa ishlaymiz? Mana kasallik bo'lib qoldi. Hantavirus kasalligi kuchayib ketdi. Treyderlar nima qilish kerak? Qanaqa qilib biza pul ishlab olsak bo'ladi? Urushlar bo'lyapti. Qanaqa qilib ishlab olsak bo'ladi? Flora va faunalar yo'qolib ketyapti. Nima u? Oq ayiq bozorga ta'siri bormi? Kiyiklarning bozorga ta'siri bormi? Odamlar aytishi mumkin, sen jinnimisan deyishi mumkin. Bu narsalarning nima ta'siri bo'lishi mumkin deydiganlarda professionallar faqat bu narsaga javob bera oladi. Oq ayiq bo'ladimi, kiyik bo'ladimi, bo'ri bo'ladimi, chumoli bo'ladimi, asalari bo'ladimi, rasteniyalar bo'ladimi, daraxt-baraqli miyani sindiradigan darajada darsliklar bor. Mana shu fundamentalni ichida ham biza makroekonomika bo'yicha qisqacha ma'lumotlarni qabul qilyapmiz va global muammolarda qanaqa qilib biza foyda olsak bo'ladi degan narsalarni ham o'rganib ketyapmiz. Yangiliklar bilan savdo qilishlarni o'rgandik. Keyingi holatda matematik algoritmlarga asoslangan yo'nalishlarni sizlar bilan o'rganib chiqamiz. Ya'ni bu yerda agar strategiyalarga qiynalayotgan bo'lsanglar, shunaqa yo'nalishlar borki, matematik yo'nalish. Ya'ni sizlar o'tirib, sizlarga bozor yo'nalishini matematik algoritmlarga asoslangan holatda yasalgan yarim avtomatik robotlar bor. Bozor yo'nalishini sizlarga o'zi topib beradi. Sizlar faqat matematik hisob-kitoblarni to'g'ri qilib bozorga kira olsangiz bo'ldi. Shu narsalar indikator va ossilyatorlar deb nomlanadi. Ikki turga bo'linadi. Bu narsalarni ham sizlar bilan o'rganib ketamiz. 10-modulga keladigan bo'lsak, risk management va money management darsligi juda ham kerakli darslik hisoblanadi. Qancha depozit bilan kirsam, qancha daromad qila olaman deydigan savolimizga to'liqroq javob olishimiz uchun aynan mana shu darsliklarni o'rganishimiz kerak bo'ladi. Keyingi modulimiz psixologiya. Bu treyderlar uchun juda ham muhim bo'lgan darsliklardan biri hisoblanadi. Odamlar aytishadi-da, nimaga boshda kirgan o'quvchilarim, birinchi kirganda nimaga psixologiya haqida ko'p upor berasiz-da, nimaga boshda sirazi psixologiya bilan boshlamaysiz deydi. Chunki treyder bozorga kirayotganda o'zini xatolarini bilish kerak, o'zini holatlarini bilish kerak. Mana shu xatolarni bilgandan keyin, men psixologik holatda to'g'ri yo'nalishni bergandan keyin bu xatolarni qilmaslikka harakat qiladi. Bekorga oxirlariga qo'yilmagan. Psixologiyaning turi ikki xil bo'ladi: behavioral finance and trading psychology. Mana shu behavioral finance juda ham ko'p insonlar bilmaydigan psixologiyaning turi hisoblanadi. Ya'ni moliyaviy tarbiya. Juda ham qiziq darslardan biri hisoblanadi va trading psixologiyasi.
Oddiyroq qilib aytaman. Men zo'rsizlar, zo'r texnikachi bo'lasizlarmi, fundamentalchi bo'lasizlarmi, grafikani zo'r bilasizlarmi, matematik analizlarni yorib olasizlarmi, lekin psixologiyalar nolga teng bo'ladigan bo'lsa, orqasidagi hamma narsa nolga teng. Ustozni opti juda ham katta bo'ladi mana shu joyda. Juda ham ko'p insonlar, mana O'zbekistonda o'qiyotgan juda ham ko'p insonlar ko'p pulini yo'qotib yuboradi. Nimani hisobiga deydigan bo'lsangiz, mana shu psixologiyani hisobiga, ochko'zlikni hisobiga yana. Keyingi modulimizga keladigan bo'lsak, juda ham qimmatli modullardan biri hisoblanadi. Professional strategiyalar. Buni bilasizlarmi? Men sizlarga oddiyroq qilib tushuntiraman. Mana shu bitta Fibonacci period degan strategiyamni o'zini ba'zi bir insonlar $1000 qimmatga sotishadi. Bitta dona bank manipulyatsiya deyotgan strategiyamni ba'zi bir insonlar $3000 qimmatga sotishadi. Tushunyapsizlarmi? Mana shu oddiy mana shu berilayotgan strategiyalarni insonlar shunaqangi qimmatga sotishadi. Men bu yerda grubo говоря $100,000 ko'p ketkazganman. Men juda ham ko'p kurslarda o'qiganman. $100,000 ko'proq ketkazilgan kurslarni hammasini bitta kursga jamlab qo'yganman. Nimaga? Odamlar kirsin, manfaat olsin va odamlar hayotini o'zgartirsin degan holatda. Dunyodagi eng mashhur bo'lgan odamlarni ommada nima desa bo'ladi? Odamlarning og'zida eng ko'p yuradigan strategiyalarni hammasini bitta kurs ichiga qo'yib qo'yganman. Bank manipulyatsiyasi deyiladimi, Fibonacci deyiladimi, smart money deyiladimi, tillar uchun alohida strategiya ICT deyiladimi yoki eng mashhurlardan SNR deyiladimi? Bunaqa strategiyalarni mana e'tibor berayotgan bo'lsanglar, hamma eng mashhur bo'ladigan strategiyalarni hammasini qo'shib qo'yganman bitta kurs ichiga. Kirasizlar, o'rganasizlar, daromadga chiqib ketish ehtimolinglar juda katta. Faqatgina o'sha aytilgan narsa. Sizlar $1,000,000 kursi sotib olishinglardan qat'iy nazar insonning o'zida bo'lmasa, bu nolga teng. Buni hammamiz bilamiz. Biza berayotgan bilimlarga, biza berayotgan strategiyalarga biza javob beramiz, 100% javob beriladigan holatda. Chunki strategiyalar haqiqatan ishlanadi va o'quvchilar orqali sizlar ham ko'rgan bo'lishinglar mumkin. Mana shu professional strategiyalarni ham oxirida jamlab qo'yganman. Nimaga oxirida qo'yilgan deydigan bo'lsanglar, o'sha biza hamma narsani zo'r o'rganib kelyapmizda, psixologiyalarimizni rivojlantiryapmizda, yana uni ustiga yana ham kuchliroq bo'ladigan materiallarni qabul qilyapmiz. Ya'ni maza qilishimiz uchun, ya'ni bozorga kirib tezroq daromad qilishimiz uchun. Va oxirgi 13-modulga keladigan bo'lsak, o'quvchilar bilan praktika. Ya'ni praktika deganda o'quvchilar bilan birga ishlaydi. Kimda qanaqa muammo bo'lyapti, jadval tuzilyaptimi, kim bitim ochyapti, kimni bitimida muammo bo'lyapti, polniy o'quvchilar bilan birgalikda ishlash hisoblanadi. Natijada 3 oyda nimalarni o'rganasiz? Birinchisi, tradingda qo'shimcha stabil daromad qilish manbaini yaratasiz. Ya'ni qo'shimcha pul keladigan joyini boshlab qo'yasiz. Ikkinchisi, oylikka qaram bo'lib qolmasdan o'z vaqtingizga o'zingiz pul ishlaysiz. Ya'ni qisqa vaqt ichida oylikka qaram bo'lib qolmasdan moliyaviy erkinlikka chiqishi, ya'ni o'zingiz xohlagan mashina, o'zingiz xohlagan hayot, o'zingiz xohlagan ovqat, o'zingiz xohlagan shaharlarda aylanish, ya'ni o'zingizga moliyaviy erkinlikni yaratishni boshlaysiz. Keyingisi moliyaviy bozorlardan qo'rqmasdan daromad qilishni o'rganasiz. Bundan tashqari siz biza tomonidan butun umr qo'llab-quvvatlash, prop hisobda savdo qilish imkoniyatlari va broker bonuslarini qabul qilasizlar. Bu degani muammoli bo'lib qoldi, qanaqadir holatlar, ikkilanib qolayotgan holatinglar bo'ladimi yoki pul tashadinglarda juda katta summalar ishlab qo'ydinglar, yecha olmayotgan holatinglar bo'ladimi? Biza bunaqa paytda tashab qo'ymaymiz. Maksimal darajada sizlarga qo'llab-quvvatlagan holatda yordam beramiz. Boshqalarga o'xshab, prosta kurs tugadi, goodbye emas. Hali juda ham ko'p narsalar bor qiladigan. Va yana eng zo'r qiziq joyini aytib o'tib ketaman. Bitirdingiz, bo'ldi kursimni tugatdim degan narsa yo'q. Biza qanaqadir yangi bilimlarni oladigan bo'lsak, bizani yopiq guruhimiz bo'ladi. Faqatgina o'quvchilarimiz kira oladi u guruhga. Yopiq guruhimizdagi o'quvchilarimizga biza tinmasdan bilim beramiz. Nima bilim oladigan bo'lsak, besplatni tinmasdan beraveramiz. Undan tashqari har hafta biza o'quvchilarga analiz qilib beramiz bozorni. Mana bu joyda mana bunaqa narsa bor, mana bu joyda mana bunaqa narsa bor, mana bu joyda bunaqa narsa bor degan narsani har haftada qilib beramiz. Ya'ni maksimal darajada daromadga chiqishingiz uchun
podдержка beramiz va undan tashqari biza nima bitim ochayotgan bo'lsak, aynan mana shu bitimlarimizni faqatgina yopiq gruppaga, ya'ni o'quvchilarimizga beramiz. Ya'ni biz nima bitim ochayotgan bo'lsak, sizlar ham aynan mana shu bitimlardan foydalanib olsanglar bo'ladi bemalol. Agar joyingizni hozir band qilsangiz, dasturdagi eng arzon va eng birinchilardan bo'lib joyingizni band qilasiz. Joylar soni chegaralangan. Ana endi zo'r qiziq joylarga keldik biz. Do'stlar, juda katta bonuslarni sizlarga tayyorlab qo'yganman. Agar hozir joylarni band qiladigan bo'lsanglar, bu kursdan tashqari bo'ladigan bonuslar. Qanaqa bonus deydigan bo'lsanglar, birinchisi Shamchalar kitobi. Mana shu kitobimni bilasizlarmi? Shunaqangi ko'p insonlar kutdi. Shuncha men primerni aytaman, mana shu kitobni yaratishimiz uchun minimalli 3 yil yoki 4 yil vaqtimiz ketdi mana shu kitobni o'zini yaratishimiz uchun. Buning ichidagi strategiyalar, juda ham qimmatli ma'lumotlar. Bu kitobni minimal holatda narxlab chiqqanmiz. Narxini $100 qo'yganmiz minimal holatda. Lekin mana shu $100lik qiymatga ega bo'lgan kitobni siz tekinga olasiz agar hozir joyingizni band qiladigan bo'lsangiz. Ikkinchisi yopiq kanal, boyaga aytib o'tgan kanalim, ya'ni yopiq kanal. Bilimlar ulashishi cheksiz, undan tashqari signallar maksimal darajada podдержка. Uchinchisi esa psixologiya bo'yicha boyaga aytgan narsam, yana qo'shimcha video darslikni tayyorlab qo'yganmiz. Va to'rtinchisi, bizada o'qiyapsizlar, o'qiganingiz uchun Prop kompaniyadan sizlarga $5000 depozitni taqdim etyapmiz. Tushunasizlarmi? Ham o'qiyapsizlar, ham $5000 depozitni qabul qilyapsizlar. Prop kompaniyani. Mazza bo'lsa kerak. Kim sizlarga bunaqa zo'r imkoniyatlarni yaratib beradi? 5-bonusi esa professional trading jurnali. Bu O'zbekistonda yo'q. Bu professional trading jurnal bu qanaqa? Yevropeyskiy holatdan olingan. Siz o'syapsizmi, ko'tarilyapsizmi, tushyapsizmi, qayerda kamchiligingiz bo'lyapti, nima bo'yicha bitim ochyapsiz, bitimingizda xatolik bormi, stopni to'g'ri qo'ydingizmi, qo'ymadingizmi, hamma narsani jadvalda chotki qilib sizlarga общий analiz qilib aytib beradigan trading jurnali sizlarga taqdim etamiz. 6-si esa tradingni elita lug'atda qo'llanmasi, ya'ni juda ham kerakli bo'lgan trader vocabulary'si. 7-bonus esa meni aynan shaxsan o'zimni tradingdagi eng ko'p qilgan 10 ta xatolarimni video tarzda tayyorlab qo'yganman. Buni narxi keladigan bo'lsa, bebaho, juda ham qimmatli narsa o'zi bu. Chunki bilasizlar, experience muammolarim bo'lganda, mana shu muammolardan qanaqa chiqib ketsa bo'ladi degan narsani mana shu videolarda chotki qilib tushuntirib qo'yganman. Kimdalar aytishi mumkin, stressga tushib qoldim, nima qilsam bo'ladi, stress orqali men o'rgana olmaymanmi, o'rgana olmaymanmi? Inson qila olgan ishni inson qila oladi. Glavnisi boshlab olish kerak. Glavnisi o'sha o'zingizlarni hayotingizlarni o'zgartirmoqchi bo'lsanglar, bilimga nisbatan yo'naltiradigan bo'lsanglar, manzilingizga tezroq yetib borasizlar. 8-si esa maxsus broker sovg'asi. Ya'ni $100 tashladingizmi, $100 bonusga beriladi. Ya'ni $200 depozitni qabul qilasiz. Shunaqa yo'nalishlari ham bor. Bizga tomonidan broker sovg'asi sizlarga taqdim etiladi. 9-bonus esa indikator orqali video darslik, ya'ni yana bitta qo'shimcha strategiya tayyorlab qo'yilgan, juda ham baland foizda ishlab beradigan strategiya hisoblanadi, aynan mana shu strategiya. 10-bonus esa har kuni ishlab stabil daromad qilish strategiyasi. Bitta qilib aytaman, narxini $200 qilib qo'yganman. Bu strategiya kursda yo'q. Bu strategiya uchun bilasizlarmi nima qilishingiz kerak? Ertalab uyg'on bersanglar bo'ldi. Ko'zinglarni ochib turib, bitimni mishkani bunday bossanglar, stop loss take profitlarni qo'yib bersanglar bo'ldi. Shu. Daromadda chiqish ehtimolligi juda katta. Tushunasizlar, mana shu strategiyani faqatgina hozir joyini band qilgan insonlar uchun biza tayyorlab qo'yganmiz bonus sifatida. Bular hali hammasi emas. Boshqa 10 ga yaqin bonuslar haqida menejerlar sizlarga yana aytib o'tishadi. Ana endi kelinglar, oldindan ro'yxatdan o'tishi nima afzalliklari bor mana shu kursimga. Super narxi qabul qilasizlar, sovg'alarni birinchilardan bo'lib olish, darslarni birinchilardan bo'lib boshlash. Ana endi savol tug'ilishi mumkin-da. Hozir mana shu joyimni band qilishim uchun, bron qilib qo'yishim uchun nima qilishim kerak degan savol bo'lishi mumkin. Qaranglar, YouTube'da ko'rilayotgan bo'lsa, kommentariya bor. Kommentariyaga eng tepasida turadi. Aynan biza tomonidan, men tomonidan yozilgan silka bor, havola bor. Bossanglar avtomatik tarzda bizaga qarab yo'naltiriladi.
havola ustiga bossanglar bo'ldi. Ana endi ketma-ketliklarni tushuntirib o'tib ketaman sizlarga. Joyi band qilish uchun silkani bosganingizdan keyin sayt chiqadi. Saytda mana shu holat chiqib keladi. Onlayn, offlayn nima bo'lishi, nima gap, nima so'z. Saytga kirganingizdan keyin ikkinchi qadam bor. Pastda ma'lumotingizni qoldirasiz. O'zingizni ismingizni yozasiz. Haqiqiy ishlaydigan telefon raqamingizni kirgizishingiz kerak bo'ladi. Ana fakeviy narsalarni kirgizadigan bo'lsangiz, qiynalib qolishingiz mumkin. O'shani hisobiga haqiqiy ishlaydigan telefon raqamingizni yozib qoldiring. Keyingi esa pastida Telegram username degan narsa bo'ladi. Ya'ni Telegram nick. Bilasizlar, hamma insonda Telegramda nick bo'ladi. Agar bo'lmasa, nastroykaga kirib nickni to'g'rilab olsanglar bo'ladi, yozib qo'ysanglar bo'ladi. Aynan agar nicklarni biladigan bo'lsanglar, Telegram username nicklarni yozib qo'yishinglar kerak. Yozib bo'lganingizdan keyin nomerni, isminglarni va Telegram username yozganingizdan keyin joy band qilish degan qizil tugmani bosasizlar. Uchinchi qadam esa avtomatik tarzda kanalga o'tasizlar. Uchinchi qadamga keladigan bo'lsak, hamma narsalardan registratsiyadan o'tib bo'ldingiz, usernamelaringizni yozganingizdan keyin avtomatik tarzda sizni bosishingiz bilan Telegram kanaliga o'tadi. O'tgandan keyin voy nima qiladi endi, qanaqa qilib men aloqaga chiqaman deydigan bo'lsanglar, xavotir olmanglar. 24 soat ichida sizlarga adminlarimiz aloqaga chiqishadi va sizlarga batafsil ma'lumotlarni berib o'tib ketishadi. Nima gap, qanaqa to'lov qilsa bo'ladi, qanaqa tarzda to'lovlarga amalga oshirsak bo'ladi, bo'lib to'lasak bo'ladimi, hamma savolingizga to'lig'ona javob olasizlar. 24 soat ichida bemalol sizlarga telefon qilishadi. Faqat telefoninglarni to'g'ri kiritishinglar kerak deb bekorga aytilmayapti. Hayotini o'zgartirmoqchi bo'lgan insonlarning soni juda ham ko'p. Mana shu qatorda siz mana shu videoni bekorga ko'rmayotgandirsiz. Balki sizni hayotingizni o'zgartirishingiz uchun yo'naltirilayotgan insonlardan biri men bo'lishim mumkindir, do'stlar. Eng asosiysi bilim olishdan hech qachon o'zingizga pul qizg'anmang. Men bu narsani hayotimning o'zgarganligini, holatini butun tarix bo'yicha qaraydigan bo'lsam, meni o'zgartirgan narsa faqatgina bilim hisoblanadi. Поэтому hech qachon o'zingizdan pul qizg'anmang bilim uchun. Chunki aynan mana shu bilim sizni hayotingizni o'zgartiruvchi eng zo'r omillardan biri hisoblanadi. Aytiladi-ku, insonga omad beriladi. Insonga 3 ta omad beriladi kamida deb aytiladi. Mana shu 3 ta omaddan bittasi ham bo'lib qolishi mumkin. Chunki moliyaviy erkinlikka erishgan insonlarning soni juda ham ko'p. Nima orqali erishyapti deydigan bo'lsanglar, mana shu soha orqali erishyapti. Faqat nimani hisobiga? To'g'ri bilim olganligini hisobiga. Eng asosiysi, men fakt qilib ko'rsatib bera olaman va ko'rsatib berganman. Men o'zimning rezultatlarim bilan emas, o'quvchilarimning rezultatlari bilan gaplashaman har doim. Moliyaviy erkinlikka erishmoqchi bo'lsangiz, eng zo'r yo'llardan va eng zo'r holatlarni sizlarga yaratib berdim. Mana faqatgina foydalanib olsanglar bo'ldi. Ertaga bunaqa narsa, bunaqa bonuslar bo'ladimi yoki yo'qmi? Bu qorong'u. Va aytgancha, sizlarga oxirida, videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsanglar, bonus beraman deb aytildi. Mana shu bonusimiz sizlar o'tgan Telegram kanalingizda bo'ladi. Bemalol kirib, mana shu bonuslardan foydalanib olsanglar bo'ladi. Hayotinglarni o'zgartirish uchun hali ham kech emas. Bizani kuzatishda davom etinglar. Ciao.